Hurmatli tadbirkorlar, bugun sizlar bilan uchrashtirganimdan xursandman. Bugungi kun tartibimizdagi masala hammamizga ma'lum, hozir imtiyozli kreditlar bor. Kimga qanaqa kredit kerak bo'ladigan bo'lsa, faoliyatingizda to'sqinlikka uchrayotgan bo'lsanglar, qanaqadir faoliyatinglarni yuritishda muammoga duch kelayotgan bo'lsanglar, Xalq bankiga murojaat qilsanglar, birgalikda masalani qo'ldan kelgancha hal qilamiz. Kredit masalasi bo'yicha ham yoki qanaqadir soliqdan muammolar bo'ladigan bo'lsanglar, kelib murojaat qilsanglar, birgalikda hamdam bo'lib birlashib masalani yechamiz. Kimdadir qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, faoliyatinglar bo'yicha yoki kredit masalalari bo'yicha bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kimda qanaqa savol bor? Tadbirkorlar rivojlantirish yoki faoliyatinglarni yanada takomillashtirish uchun. Kimda hech qanaqa savol bo'lmasa, men sizlarga bitta o'zimizdan produktni taqdim qilaman. Moliyaviy ko'mak degan kreditimiz bor. Bu tadbirkorliklarni rivojlantirish uchun juda keng yordam bo'ladi. Bunda jismoniy shaxslarga 100 milliongacha, yuridik shaxslarga 300 milliongacha kredit beramiz. Faqat bitta sharti bo'ladi, zalog bilan chiqariladi. Buni imtiyozli tarafi sizlar faoliyat turinglar o'rganilmaydi. Ya'ni qanaqa o'rganib, misol uchun yengil tadbirkorlik faoliyatini ochgan bo'lsanglar ham faoliyatinglarni o'rganib chiqib sizlarga kredit ajratishimiz mumkin. Agar shu produktimizda bo'yicha qiziqishinglar bo'lsa, meni otim Abdulloh, kelsanglar yuridik oteliga birga o'tirib masalani hal qilamiz. Hammanglarga rahmat.